Asna turib bosaman, gaz bosmasdan yurmasa bepulga berib yuboraman deyapti texnikam. Bitta ko'raylik qani. Mashalloh. Qarasini vaqti yengil qilishib o'rganga o'xshayapti. 5-6 tonna chiqarganga o'xshayapti. Hozir ma'lumotlarni beraman. Texnika kimga qiziq bo'lsa, videoda oxirigacha kuzatib bitta like bosib qo'yinglar. Juda ham go'zal kamas topib qo'ydim. Demak, haqiqatan ham kapalaga o'xshab, juda ham yengil mashinaga o'xshab turibdi meni ko'zimga, chunki o'zim ham bilasizlar, Samasval haydaganman. 55-110 90-yilda ishlab chiqarilgan. O'zini dizel motorida zavодской holda turibdi, ko'ringlar. Vali Kurgavo 2 yangi motor qilingan. Umuman avtorasot qilmaydi. Dilitrlari ham tanizda pavish ishlagan. Yana nimani almashtirdim dedingiz? Dinam, starter, kompressor, umuman ishi yo'q mashinada. Xudo xolasa hech qanaqa xarajat yo'q. Oladi-yu. Sirazi ishga bosadigan joy. Ayniqsa bu shahar bo'lib qo'yishlar, taralarni yengil qilib. Akalar 8 ta yangi balon taqilgan mana. 0 probek, soqoli bilan turibdi. Mana ramada faqatgina shu o'ng tomonda o'rta mos tepasida lapkasi bor ekan mana. Lekin shu oldin qo'yilgan ekan, aka jilgan yo'q trishinasi. O'shandagicha turibdi deyapti. Endi xudo xolasa baytdan ham jilmaydi, chunki bu yukka, bu oladigan yukka 4 ta trishinasi bo'lsa ham yuraveradi. Xotirjam bo'linglar u yoqda. Akimlardan yangi qo'yib yangi ishda yangi qo'yib. Endi oldi baloni 50% atrofida ekan, o'zimiz rossiyskiy 260 balon. Nimachi xadovoylari qanaqa bo'lgan? Xadovoylari yangi bo'lingan. Oba risollari ham chiroyli. Risollari rehtobga. Shkorinlarchi, ochganmisizlar? Shkvarnalar qilinib, polni xadovoy chastdan umuman muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. Kabinasi DTP bo'lgan, bo'lmagan? DTP bo'lmagan, просто так, akvizitga chiroyli qilib qo'ydilar-a. Kosmetikasi nomi chotki qilib qo'ydilar. Haqiqiy zavодской Samasval bo'lib, o'sha 90-yillarda zavодской Samasval bo'lib. Mana salonlar ichini ko'raylik. Mashalloh, zo'r chiqibdi. Dizayni zo'r chiqibdi. Bilmaganlarga life hack mana ko'ringlar. Sidenalarni ham pnevmatическийdan. Tapchalar chotki qilib yasashibdi mana. Spinkasini qo'yishmabdi orqasiga. Ammo keng bo'lib, rosa yotadigan bo'libdi, dam olib, kenggina. Ko'ringlar. Polilar qilgan, afishkalar qilgan, chexollar qilingan. Ramani qolgan joyi absolutni toza ekan, faqat o'ng tomonda o'sha o'rta mos tepasida trishina tushgan ekan. Risollari 10 tonnali, lekin teleshka 8 tonnali ekan. Teleshkasi 8 tonnali. To'g'risi 8 tonnali teleshka 10 tonnaliga qaraganda baquvvat bo'ladi. Nisbatan baquvvat. Uni bilgan bo'ladi. Uni egiluvchan ramaga foydasi bor. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Chunki men o'zim to'g'risi mana shu tajribamdan 5-10-15 yil kam mingan bo'lsam, 4-5 tonnali uzganman teleshka. Ha, bu 8 tonnali qo'yganman, shu bilan qayt uzilmagan teleshka. Biz yuk rosa ko'p olardik, bu paytda taroz ham yo'q edi. Tak, reduktorlarni ham ochganman. Reduktorlar 49 talik заводской, o'zini ochib turib yangi qo'yilgan. Hamma yo'q ichida plantarka, bakoy, majbur, hamma yo'q almashgan. Yangi berilgan ovoz yo'q. Zo'r qilibsiz olmaz. 49 talik qo'yib yaxshi qilibsiz. O'zi rosa standart 49 talikda shaharda qishloq hamma tomonlama. Tanijniy paveshisi bo'lsa teng bo'lib qiynalmaydi ancha-muncha joyda. Bu texnikamiz Andijon viloyati Tugayor shaharchasida turibdi. Narxini boshqa e'lonlarga 12,5 ming dollar qo'yishgan ekan. Talash tortishib mana 11 ming dollarga tushirib qo'ydik. Hujjatlari joyida. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Hujjatdan hal bo'ladi. Notariusda hal bo'ladi. Bu video roligimizni zo'r stansiyada zavодской holatda turgan 55-111 qilib turgan do'stingizga srochniy tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalarni, istoriyasi, narxlari haqida ma'lumot olib turasizlar. Savdolarni bersa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.